Shunaqa mashinani kirasiga qilib yangi qilib qo'yadi, havas qiladigan odamlar bizni o'shlilar o'chib turar edi 1 oy 2 oy. O'shda ham ustalar bor edi. Lekin u dengelda emasda, u darajada emas edi. Shuning uchun kutardi. Boradi 300 kilometr, 100 kilometr bormi? Ha. Nimaga olib borib kutardi desa, zo'rdi-da ishi. Musulmon odam narxi arzon bo'lmaydi. Yengil raqam, yengil son bo'lmaydi. Qaysi bir odam qo'liga bir 3-4 chaqa berib qo'ysa, o'zini qanoatini, e'tiqodini o'zgartiradigan bo'lsa, demak bu odam narxi past ekan. Shunaqa mashinani kirasiga qilib yangi qilib qo'yadi, havas qiladigan odamlar bizni o'shlilar o'chib turar edi 1 oy 2 oy. O'shda ham ustalar bor edi. Lekin u dengelda emasda, u darajada emas edi. Shuning uchun kutardi. Boradi 300 kilometr, 100 kilometr bormi? Ha. Nimaga olib borib kutardi desa, zo'rdi-da ishi. Musulmon odam narxi arzon bo'lmaydi. Yengil raqam, yengil son bo'lmaydi. Qaysi bir odam qo'liga bir 3-4 chaqa berib qo'ysa, o'zini qanoatini, e'tiqodini o'zgartiradigan bo'lsa, demak bu odam narxi past ekan.